Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Megil Chehra. Bu yil iyulning o'tirlaridan boshlab Xotandagi Yo'rinqosh va Qarqosh daryosiga 10 yildan buyon ko'rilmagan shiddatli kalkun ofati kelgan. Gerçi xabarlarda bu qitimqi kalkunning fasl xarakterlik tabiiy ofat ekanligi eskartilgan bo'lsa-mu, biroq yerlik Uyg'urlar ofatning Xotandagi muhit buzilishidan kelib chiqqanligini ilgari surmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Qarqosh va Yo'rinqosh daryo vodilarida yillardan buyon davomlashgan qalaymaqon qoshtish qazish jarayonida daryoning ikki qinidagi tabiiy tosh to'siqlar og'ir buzg'unchilik uchirgan. Kalkun ofati jarayonida toshqin doirasi 19 kilometrga cho'zilgan bo'lib, Xotandagi bir qism noyalarning yo'l va etiz eriqlarining buzilganligi ma'lum bo'ldi. Shvetsiyadagi Sharq Turkiston uchur markazining xabar qilishicha, bu yil Ramazonning dastlabki haftasida Yenisar noyasida qonliq voqea yuz berganligi ma'lum. Voqeada tövenge tushgan xizmat gruppasidan 6 nafar Xitoy va 3 nafar Uyg'ur kadrining shu yerdagi 4 nafar pidoi tarafidan pichoqlab o'ldirilganligi ilgari surilgan. Ma'lum bo'lishicha, voqeaning tafsiloti delo bejirguchilardan boshqa soqchi xodimlarga rasmiy shaklda doklad qilinmagan. Oshkorlanishicha, shu kuni Qizil Yezda vazifa o'tayotgan xizmat gruppasi ma'lum bir nuqtaliq oilani tekshirishga kirganda ushtumtut hujumga uchragan. Hujumda pichoq va yerlik bomba qo'llangan pidoilardan 2 nafari naq maydonda etib etilgan. Yana 2 nafari yaralanib doktorxonada jon uzgan. Etib etilgan pidoilardan 2 nafarining ayol ekanligi, o'ldirilgan Xitoy xodimlarining birining Avtonom rayonlik xalq hukumati ishxonasining xodimi ekanligi ma'lum. Uyg'urlar naposi yuqori nisbatda markazlashgan, shundaqla yaqinqi bir qancha yildan buyon Xitoy hukumatining yuqori besimliq siyosatiga qarshi voqealar eng ko'p yuz berayotgan Xotan viloyatida atalmish qo'sh tillik ma'rif siyosatining eng qattiq darajada ijro qilinayotganligi ma'lum. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan ma'lum Noyining ma'rif idorasining yuqori darajalik mas'ul xodimining oshkorlashicha, Xotan rayonida atalmish qo'sh tillik ma'rif yaslilardan boshlang'ich o'rta maktablargacha umumlashmoqda ekan. Uning ta'kidlashicha, boshlang'ich o'rta maktablarda nomli qo'sh tilda, amaliyotda Xitoy tilida dars so'zlayotgan o'qituvchilarning 90% Uyg'urlar bo'lib, ular yaqinqi bir qancha yil mobaynida hukumat xarajati bilan qarorlik holda qo'sh til o'qituvchisi qilib tarbiyalangan. Yaqında Xitoy uchur manbalari Xitoy geologlarning tarim o'ymonligida 10 yillik qidirib tekshirish orqali Taxlimakon qumlig'ining ostidan g'oyat zo'r tuzliq suv dengiz bayqaganligini e'lon qilgan. Xabarlarda deyilishicha, Taxlimakon qumlig'ining ostidan bayqalgan bu tuzliq suv zapisi Shimoliy Amerikadagi 5 cho'ng ko'lning suv zapisining 10 hassasiga to'g'ri keldi ekan. Taxminan 200 ming kvadrat kilometr keladigan bu yer osti dengizining hajmi Kaspiy dengizining 3 hassasiga to'g'ri keladi ekan. Xitoyning Uyg'ur elida bo'libmi qadimgi Uyg'ur madaniyatining bo'shiga hisoblangan tarim o'ymonligida tabiiy boyliqlarni qalaymaqon etishi hamda qazish sur'atini tezlashtirishi muajiratdagi Uyg'ur jamoatida andish paydo qilmoqda. Amerikaning Utah shtatlik universiteti kompyuter va elektr injenerlik fakultetining yosh Uyg'ur professori Rayhan Baktor Amerika davlatlik olam qatnash idorasi, ya'ni NASAning kichik antenna texnika hamkorlik tadqiqot turiga erishgan. Egallanishicha, NASAning bu yillik tadqiqot turiga Amerika bo'yicha 100 dan ortiq olim iltimos qilgan. Buning ichida faqat 8 nafar kishilar bu yillik tadqiqot turiga erishgan. Rayhan Baktor ana shu 8 kishining ichidagi biri ekan. Doktor Rayhan Baktor NASAning Goddard olam uchish markazi bilan hamkorlashib, yer shariga yaqin vazifalarni ustiga oladigan olam uchqo'ylarga ishlatadigan yangi tipdagi antenna yasab chiqadi ekan. Bu yangi tadqiqot turi unumlik va tannarxi tuvan bo'lgan olam tekshirishida ishlatadigan antennani barliqqa keltirdi ekan. Növətdə aşkarı bo'lgan manbalar AIDS kasalligining Uyg'urlar vatanida tarqalish sur'ati eng tez, ijtimoiy ta'siri eng zo'r, xatri eng qo'rqinchli bir kasallik ekanligini ko'rsatmoqda. Uyg'ur Avtonom rayonlik sayyan nazorati bilan planliq tug'ut komiteti 2014-yilning oxirida e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, navbatda Uyg'ur elida AIDS virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 43.555 kishiga yetgan. Buning ichida 8.398 bemor hayotidan ayrilgan.
Səhiyyə sahəsidəki kəsbi xadimlərinin aşkarlashicha, Uyğur elidəki AIDS bemorlari yoki yuqumlanğıçılarning 80%dan ko'pini Uyg'urlar tashkil qiladi ekan. Növbətdə AIDS kasalligi Uyğur elining janubida tez suratda yamrayotgan bo'lib, Xitoy o'lkalaridan kelgan hamda AIDS virusi bilan yuqumlangan Xitoy fahishlar bu kasallikning Uyg'urlar orasiga tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.